Haligi aka Po'latov Uchqun Ubaydullayevich, keyingi nomzod. Shimoliy G'arbiy metroga topshirgansiz. Komissiya tarkibi shakllangan. Savol-javoblar hammasi suhbatimiz yozib borilyapti. Komissiyaga e'tirozingiz, takliflaringiz bo'lganida suhbat yakuniga o'tkaziladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladingmi? Haligi aka savol berishingiz mumkin. Po'latov Uchqun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukr. Yaxshimisiz? Asosiy mutaxassisligingiz diplom bo'yicha hamda ishlagan mutaxassisligingizni tanishtirsangiz. Asosiy mutaxassisligim bo'yicha diplomim foydali qazma konlarni qazib olish va qayta qazib olish. Foydali qazma konlarni Ishlashdaymi shu sohadami? ish sohamim o'sha o'zimning mutaxassisligim bo'yicha Marjonbuloq oltin konida 2014-15-yildan boshlaganman. Dastlab uchastka biolog lavozimida ishlab, keyinchalik muhandis biolog lavozimida ishlaganman. Yo'q, hozir boshqa ishda ishlayman. Bu yerdan birinchi kelishim sababi oyliklarni kelishilmaganmiz. Yaxshimi? Yo'q, Marjonbuloqniki sal pastroq beradi. Pastroq beradi. Prima bilsalaringiz, Navoiy NGMKning asosiy oyligini ko'taradigan narsa premiyasi bilan kontrakt degan narsasi bor. O'shalar ko'taradi. Menda men ishlagan davr mobaynida premiyamiz kam edi, o'sha kontraktni ola olmagandim. O'shaning uchun rahbariyatdan uzr so'ragan holda arizamni yozib, boshqa Tebinbuloq oltin koni, Tebinbuloq metall ishlab chiqarish konida ishga o'tganman. Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan. Keyinchalik u yoqda 1 yil ishlaganimdan keyin kombinatda taklifiga binoan yana Marjonbuloq koniga qaytib kelganman. Bosh muhandis lavozimiga. Hozir bitta shuna bo'lib qolyapti, что Tebinbuloqda ham parallelda Choronsabzorda ham ishlagan. Sizni tashkilotingizmi? Yo'q, bu Turon Sarbozor meni ruxsatimsiz diplomdan foydalangan holatda ishga olgan, keyinchalik uni отказ qildirganman, bo'shatganman. O'sha paytlari my.gov.uzdan qaysi ishlashlarini onlayn kursi bo'lardi, o'sha ko'rib qolganman, o'shandan keyin bo'shatganman aloqachi. Siz marshenderlik bilan shug'ullanyapsizmi? Marshenderlik nimalari o'lchagan? O'lchashni bilmayman, o'lchashlarni olib bora olmayman, lekin o'lchangan narsalarni taqqoslash imkoniyatiga egaman. Programmada? Yo'q. Programmada emas. Masalan, solishtirish imkoniyati ko'proq. O'lchash vositalaridan foydalana olmayman. O'lchash vositalari, nivellar, teodolitlar tushunmayman. Lekin ular yordamida hosil qilingan grafikani tushunaman. Nivel ishlatilmaydi yo'q? Yo'q. Leyka bor. Leyka, основной leyka. Men davrimda ko'proq leykalar ishlatiladi. Leykalar ishlatiladi asosan. O'shalar yordamida chizilgan grafikani tushunaman. AutoCADda, Macrome'da, Macrome'da yo'q hozir. Deps. Kombinatsiya sistemasida Deps bor. Depsni tushunamiz. Haligi savolingiz bormi? Mikrofoningizni yoqing. Yana o'chirib qo'ydik. Endi gapiring. Ovozingiz eshitilmayapti haligi aka. Telefon qilyapti.
Civil Yanix degan programmani eshitgansiz? Eshitganman, ishlamaganman. Ishlamagan. Ko'proq Ishlamaysiz. vaziyatda qiziq bo'lsa ishlash mumkinligini ishlamaganman, to'g'risi. Yo'q, vaziyatda qilinib ishlash kerak. Ishlamagan. Ba'zan hozir ertaga ishga olib, deylik. Mhm. Menga bo'ldi, mana borgin deb turib bitta Yo'q, obyektni ishlamayman. jo'natib ishlayolmaysiz. Yo'q. Albatta bilasiz. Hozir Nima hamma chiqib ketdi tizimdan aka? Mani savolingizni bering qani, men gramkaga qo'ydim. Bering shamoyt. Bering. Eshitaman. Geologiyada ishlagan, geolog ishlagansiz, geologik jihatdan o'rganish ishlarini tartibini aytib bersangiz. Mana shu geologik jihatdan ishlar boshlanib, to tekizda yoki ekizliga topshirilgan achib bo'lguncha bo'lgan jarayonni etaplayda qanday etaplarda bajarilishini aytib bersangiz. Tushundim. Dastlab katta miqyosda xaritalash ishlari olib boriladi. Bu aerosyomka yoki kosmosyomka ishlari yordamida amalga oshiriladi. Keyin barozda yig'ish, ya'ni marshrut yurish davomida, marshrut yurish hisobida geograf tomonidan marshrut yurish qilinib, tochkalardan namunalar olinadi. Ular jamlashtirilib, keyin qidiruv ishlari boshlanadi. Ya'ni qidiruv ishlarida kanallar bo'lishi mumkin yoki burg'ulash ishlari yordamida amalga oshirilishi mumkin. Poiska deydi endi ruschasiga. Poiskadan keyin baholash ishlari olib boriladi. Baholash ishlarida ham burg'ulash ishlari, ya'ni avvalgi setka deymiz-ku, burg'ulash setkasi kattaroq bo'lsa, masshtabi keyinchalik u kichrayib ketaveradi, ya'ni masshtabga qarab. Bunda baholash ishlari olib boriladi. Baholash ishlari olib tugatilgandan keyin razvedka deydi. Razvedka ishlari olib boriladi. Razvedkadan keyin o'sha Davlat zaxiralar komitetiga kiritiladi. Davlat zaxiralar komitetidan tasdiqdan o'tgandan keyin eksplorazvedka boshlanadi. Ya'ni qazib olish ishlari boshlanadi. Qazib ishlari davomida ham eksplorazvedka davom etaveradi. Ya'ni uni yondosh qismlari, planlari, yondosh jismlari o'rganilib ketilaveradi. Ya'ni qo'shimcha ma'lumot sifatida. Shu bosqichdan o'tgandan keyin uni rekonstruksiya, ya'ni qayta ko'mish ishlari boshlanadi, lekin u hali hech qayerda bo'lmagan tajribamda. Endi yana sizga savol, mana hozir tekkani aytdingiz. O'sha tekkada ikkiga razvedka qilinganda, ikkiga necha, birga razvedka qilinganda necha chiqdi? Xo'p, o'zi razvedka, ya'ni zaxiralar A, B, S1, S2, P1, P2 turlarga bo'linadi. A va B kategoriyada hozir O'zbekistonda mavjud emas, ya'ni iqtisodiy qoplamaganligi tufayli ular bu ishlar olib borilmaydi. Asosan S1 va S2 kategoriyada zaxira hisoblanadi. P1, P2 kategoriyada bu bashoratlangan resurs hisoblanadi. S1 zaxira aniqroq bo'lgani uchun 40 ta 40, S2 esa 60 ga 60. O'lchov ishlari, qidiruv ishlari olib boriladi. Endi boshqa savollar yo'q. 84 koordinatalar. Haligi aka savol bo'lmasa telefoningizdan kirib olasizmi? Xo'p. Horizon. Okay. Komissiya tarkibiga taklif e'tirozlaring yo'q. Rahmat, salom bo'lsin. Yaxshi o'ylab kerak. Birinchi bola ishlagan joylari o'ta emas, qarang, boshqa rahbar bo'lishgan, o'sha